Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 3-darsda inshaalloh davom ettiramiz. Bugun bu mavzumiz nima? Kalbu faridin, ya'ni faridning nimasi kuchugi ekan. Xo'p, avval odatdagidek nima mufratlar bilan tanishamiz. Jarvun. Jarvun, ya'ni jarvun degan nima? Kuchukcha, ya'ni kuchugini bolasini, katta kuchugini bolasini jarvun, ya'ni kuchukchani jarvun deyiladi. Jiroun bu ko'plik, ya'ni kuchukchalar degan ma'nosi bor. Yaxshi ko'rmoq. Ihbabun. Yaxshi ko'rmoq nima? Ihbabun. Ahabba yaxshi ko'rdi. Yuhibbu yaxshi ko'radi. Ahbib. Ahabba yuhibbu. Yoki ahibba, ya'ni ahibba nima? Yaxshi ko'r degan ma'nosi bor. Fe'l amr biladi. Xo'p, g'ayra boshqa, ya'ni bundan tashqari. Boshqa, bundan tashqari degan ma'nosi ham bor. Qurba, ya'ni yaqinida. Hina payt, ya'ni shu bir zamon. Hina bir payt, ya'ni. Marratan bir gal. O'tlamoq nima deyiladi? Sarhun. O'tlab yurish sarhun deyilar ekan. Saraha o'tladi, yasrahu o'tlaydi, israh o'tla. Saha sara yanbahu vovllay boshladi. Nubahun arab tilida nima deyiladi? Vavlamoq. Itlar vavlasa nabaha deyiladi. Sara kirdimi bu fe'l, bu nima? O'sha bir jarayonga ma'nosi, bitta holatdan ikkinchi holatga o'tishni bildiradi. Ya'ni vovllay boshladi. Jim turudi, vovllay boshladi degan ma'noda. Lahiqun yetib oluvchi. Quddama old tomonda. Xo'p, qolmoq. Baqaun qolmoq. Baqiya qoldi, yabqa qoladi, ibqa. Baqiya yabqa ibqa. Ibqa qol degani. Ibqa biladi to'g'risi. Ibqa degan ma'nosi nima? Qol degan ma'nosi bor. Xo'p, yetkazmoq. Isolun yetkazmoq. Awsala yetkazdi, yusilu yetkazadi, awsil nima? Yetkaz. Uchmoq. Tayranun uchmoq nima? Tayranun uchmoq. Tara uchdi, yatiru uchadi, tir uch. Qurbi yetmoq. Qudratun. Bir narsaga qurbi yetish nima? Qudrati kuchi yetish nima deyilar ekan? Qudra deyilar ekan. Qadara ya'ni qurbi kuchi yetdi, yaqdiru qurbi kuchi yetadi, iqdir ya'ni qurbing kuching yetsin degan ma'nosida. Xo'p, kalbu faridin jarvun jamilun. Faridning iti, kalb avval o'tadigan it degani. Kalb degan it. Kalbu faridin jarvun jamilun. Faridning iti go'zal kuchukchadir. Yuhibbu an yal'aba wa yarkuda fi ad-dari. Ya'ni u nimani yuhibbu yaxshi ko'radi. Yugurishni va o'ynashni qayerda? Hovlida. U hovlida yugurishni va o'ynashni yaxshi ko'radi. Huwa la ya'kulu shay'an ghayra al-khubz wal lahmi. U go'sht va nondan boshqa narsani yemaydi. Huwa ya'ni so'zma-so'z aytilgan bo'lsa, huwa u ya'ni la ya'kulu yemaydi shay'an hech narsani ghayra al-khubzi nondan tashqari wal lahmi va go'shtdan tashqari. Ya'ni faridning iti nondan va go'shtdan tashqari hech narsani yemaydi. Baytu faridin qurba bayti rashidin. Faridning uyi baytu faridin, ya'ni faridning uyi qurba bayti rashidin. Rashidning uyini yaqinidadir. Va hina yadhhabu faridun ila sahibihi rashidin yadhhabu al-jawu ma'ahu wa yadkhulu ad-dar. Uzun bo'lib ketdi bu. Va hina yadhhabu faridun ila sahibihi rashidin. Qachonki va hina pastda qachonki, qaysi paytki, qaysi vaqtki farid o'rtog'inikiga, rashidnikiga borsa, yadhhabu al-jawu ma'ahu wa yadkhulu ad-dar. Kuchukchasi ya'ni u bilan boradi va hovliga kiradi. Kimning hovlisiga? Rashidning hovlisiga kiradi. Marratan zahaba ma'a faridin kalbuhu wa ra'a dik rashidin. Marratan ya'ni bir safar, bir marta zahaba yana bordi nima? Faridning kuchugi u bilan va dik va ra'a dik rashidin, ya'ni Rashidning dik degani xo'roz degani, ra'a ko'rdi degani. Rashidning xo'rozini ko'rib qoldi, ya'ni ko'rdi.
nima qilatuvdi Rashidning xo'rozi? Yasrahu ma'ad dajaji. Rashidning xo'rozi dik degani xo'roz degani, dajaj degani tovuq degani. Ya'ni xo'roz yasrahu o'tlab yuruvdi nima bilan? Ma'ad dajaji, tovuqlar bilan. Va hayna ra'ahu tushqobdi. Va hayna ra'ahu ya'ni qachonki u o'sha xo'rozni ko'rganda sara yanbahu va yarkudu wara'ahu, vovullay boshladi va orqasidan quva boshladi, va orqasidan yugura boshladi xo'rozni. Unzur ila jarwi faridin fi surati. Suratda Faridning itini ko'r deyapti. Ko'ramizmi? Mana ko'raylik, mana kuchukchasi ekan. Xo'rozni qo'li yurgan ekan. Alhamdulillah. Xo'p. Huwa lahiqun dika rashidin. U nima? Rashidning xo'roziga yetib oldi. Ya'ni yetib oluvchi, ya'ni ismi fa'il deyiladi. Lahiqun ya'ni yetib olishga harakat qilyapti. Ya'ni lahiqun yetib oldi degan ma'nosida. Waddiku yarkudu quddamahu va tovuq, ya'ni uni xo'rozi tovuq emas, dayk ya'ni xo'roz. Uning Rashidning Rashidning xo'rozi nima? U itni oldidan yugratuvdi, ya'ni yarkudu yugurish, quddamahu oldi tarafidan. Baqiya kalbu faridin yarkudu wara'a ad-diki. Faridning iti xo'rozni orqasidan yugurib qoldi. Hatta awsalahu ila akhir ad-dari. Qarang, mana bu yerda oldingi darsda axir bilan tanishdik, bu yerda akhir kelyapti. Ikkalasining farqi bor. Hatta awsalahu, hattoki awsalahu ya'ni yetkazdi. Qayerga? Ila akhir ad-dari. Hovlini oxiriga. Fatara ad-diku ala al-ha'it wa lam yaqdir al-kalbu an yasila ilayhi. Bas uchdi, ya'ni nima uchdi? Xo'roz uchib nimaga tushdi? Nimaga qo'ndi? Alal ha'it, ya'ni devorning ustiga uchib qo'ndi. Va lam yaqdiril kalbu an yasila ilayhi. Faridning iti ya'ni unga yetib olishga qodir bo'lmadi. Shunday. Endi arabcha so'zlarni tarjima qilsak. Xo'p. Bu o'sha so'zlar nima arab tiliga tarjima qilingan. Xo'roz qichqirdi degan ma'nosi sahaddiku. Xo'roz nima? Qichqirdi. Rakada ya'ni kuchuk yugurdi desak, rakada al-kalbu, kuchuk yugurdi. Xo'roz tovuqlar bilan birga yurdi. Ya'ni saraddiku ma'ad dajaji. Xo'p, ot yugurdi. Rakada bildigan yugurish ekan. Rakada al-kalbu deb deymiz. Yugurmoq nima? Rakada al-hisanu ya'ni ot yugurdi. Bu yukni ko'tarmadim. Lam ahmil hadha al-himla yoki lam arfa' hadha al-himla degan degan bo'ladi. Lekin seni oldinga birozdan keyin boraman. Sa'adhabu ilayka ba'da qalilin. O'qituvchi darsimni o'qishni menga buyurdi. Amarani al-muallimu bi qira'ati darsi. Amarani al-muallimu bi qira'ati darsi. Xo'p, 1 soatdan so'ng dars tugaydi. Yantahi ad-darsu ba'da sa'atin. Shundan keyin uyga qaytaman. Thumma a'udu ila al-manzili yoki thumma ansarifu ila al-bayti yoki degan bo'ladi. Thumma a'udu ila al-manzili ya'ni so'ngra uyga qaytaman yoki thumma ansarifu ila al-bayti so'ngra uyga jo'nayman, uyga ketaman degan ma'nosi ham bor. Degan bo'ladi. Qara'tu kama qara'a al-muallim, ya'ni muallim o'qigani kabi o'qidim demoqchi bo'lsak nima der ekanmiz? Qara'tu kama qara'a al-muallimu yoki qara'tu ka qira'ati al-muallimi yoki nima? Xuddi muallimga o'xshash o'qidim demoqchi bo'lsangiz boshqa qilib aytsak ham bo'ladi. Men mimni olib tashlab aytsak ham bo'ladi. Qara'tu ka qira'ati al-muallimi desak shu ma'noni ham beradi yoki qara'tu kama qara'a al-muallimu javobdagidek. Akram ya'ni otangni e'zozlagin. Akrim ya'ni ikrom qilgin, e'zozlagin. Akrim validaka yoki e'zozlash azzim degan ma'nosi ham bor. Azzim validaka yoki akrim validaka. Ot yugura boshladi, ya'ni bada al-hisanu yarkudu.
Bada al hisanu yarkudu. Ot yugura boshladi. Xulasa shunday. Bugungi darsimiz ham inshaalloh tugadi.